Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da, mana shunaqa zo'r kunda ko'rishib turganimdan bag'oyatda shodman. Hozir O'zbekiston Qatar 1-0 birinchi taym tugagan. Birinchi taym bo'yicha xulosalar beramiz. Undan oldin trener to'g'risida, Qatar to'g'risida gapirib o'taman. Treneri bosh murabbiysi Julian Lopetegui, ispaniyalik murabbiy, Ispaniya terma jamoasining sobiq murabbiyi. Undan oldingi murabbiy Felix Sanchez Basam ispaniyalik edi. Undan oldingi murabbiy ham ispaniyalik edi. Nimaga faqat ispaniyalik murabbiy olib kelinaveradi? Buni sizlar ko'pchilik yaxshi bilsangiz kerak. Bir 10 yildan oshib qoldi, 12 yil atrofida Qatar futboli Ispaniya futboli negizida qurilyapti. O'sha bolalar futbolidan tortib kattalar futboligacha ispancha futbolda o'ynab kelishadi. O'shaning uchun ham ispaniyalik bosh murabbiylardan Qatar o'zida foydalanib kelaveradi. Nafaqat terma jamoalarda, balki klublarda ham ispaniyalik bosh murabbiylar ishlab keladi. Hop, ispancha futbol qanaqa? To'p bilan tez-tez pas o'ynash bo'ladi. Qatar terma jamoasini to'p bilan o'ynashi qayerda bo'ladi? Qanotlarda emas, aynan markazda bo'ladi. Aynan markazdan mayda paslar bilan tezkor oldinga o'tib ketish orqali o'sha Felix Sanchez Bas bilan Osiyo kubogini yutgan edi. Undan oldingi oqsochli murabbiysi bilan ham Osiyo kubogini yutgan edi. O'sha markazdan o'ynaydigan paslariga ko'ra, markazdan tezkor o'ynaydigan o'yiniga ko'ra Yaponiyani ham kerak bo'lsa finalda 3-1 hisobida yutgan edi, bilasizlar. U Qatar markazdan o'ynaganida uncha-muncha kamanda nima deydi? Uni markazini buzib olmaydi. O'zi to'p bilan Qatar xavfli. Shuning uchun ham nima qilish kerak? Qatarni to'psiz qoldirish kerak. Biz bunga birinchi taymda guvoh bo'ldikmi? Albatta guvoh bo'ldik. Bu bir. Ikkinchidan O'zbekiston yuqori pressingda tepada o'ynadi. Yuqori pressingda ko'pchilik bo'lib tepada o'ynash nima beradi? Raqibni to'pni yo'qotishiga olib keladi. Xuddi OKMK singari. OKMK ham markazda ko'pchilik bo'lib turib yuqori pressingda o'ynaydi. Shuning uchun ham raqiblarni ancha-muncha qiynab tashlaydi, o'yinni o'zi boshqaradi. O'zbekiston ham xuddi shunaqa Ispaniyaga qarshi to'p bilan yaxshi o'ynaydigan, Ispaniyada Qatarga qarshi to'p bilan yaxshi o'ynaydigan jamoaga qarshi uni to'psiz qoldirish uchun yuqorida pressingda o'ynadi. Qatar pastda orqada, ya'ni darvoza va himoya tarafda bitta-ikkita pas o'ynab to'pni oldinga chiqazyapti va u yoqda to'p yo'qotilyapti. Julian Lopetegui Eronga qarshi o'yinda qilgan markazda raqibdan to'pni olib qo'yish bo'yicha qilgan ishlari bor. O'sha O'zbekistonga qarshi ish bermayapti. Bundan tashqari O'zbekiston 4 ta himoyachi taktikasi bilan o'ynadi. Ya'ni bilamiz, Srechko Katanes 3-5-2 da o'ynaydi, ya'ni 3 ta himoyachi bilan o'ynaydi. Temur Kapadze 4 ta himoyachi bilan o'ynaydi. Bugun hamma narsa hal bo'lgan, jahon chempionatiga chiqib bo'lganmiz. Bizning yo'qotadigan narsamiz yo'q. O'shaning uchun muxlislar uchun kelgan prezidentimiz uchun zo'r o'ynab berishimiz kerak. Qatarni ham yo'qotadigan narsasi yo'q. Shundoq ham play-offda o'ynaydi. Bizning YouTube hech nimani o'zgartirmaydi ham. O'shaning uchun ikkita hech qanaqa narsasi yo'q komandalar o'ynayapti. Julian Lopetegui o'zini yangicha uslubini Qatarda sinab ko'ryapti. O'zbekiston milliy terma jamoasi bo'lsa, asosan prezidenti va xalqi uchun zo'r o'ynab berishga harakat qilyapti. Qatar tarkibda o'zgarishlar qilgan, biz ham tarkibda o'zgarishlar qilganmiz. Xususan gol muallifi Aziz Turg'unboyev yuqorida harakat qilishi misol bo'ladi deylik. 4 ta himoyachi bilan o'ynalyapti. O'ng qanot himoyachi Hojiakbar Alijonov borligi uchun ham Aziz Turg'unboyev tepada bemalol harakat qilib yuribdi, ko'plab vaziyatlar yaratyapti va o'shalardan bittasini tepib golga aylantirdi. Nafaqat o'sha golli vaziyat, o'sha golga aylantira olmagan boshqa vaziyatlarda ham Aziz Turg'unboyev markazlashgan holda hujumda faol qo'shilmoqda. Oldin Eldor Shomurodov yoniga o'ng qanot hujumdagi Oston O'runov kirardi yoki Abbosbek Fayzullayev yashirin 9lik bo'lib kirardi. Hozir xuddi shunaqa bo'lib turib Aziz Turg'unboyev kiryapti. Savol tug'ilishi mumkin, nimaga o'ng qanot hujumkor yarim himoyachini kirg'izyapti, chap qanotdagi Masharipovni emas deb? Chunki Jaloliddin Masharipov chap qanotdan hujumlarni qiladigan yoki markazlashib hujumda o'ynaydigan futbolchi emas. U markazlashadi-da, o'yinni boshqaradi. Oldin Birlashgan Arab Amirligiga qarshi bo'lgan o'yindan keyingi tahlilimda aytganimdek, qiyoslaganimdek, uni Manchester Cityda zo'r o'ynagan Ilkay Gundaganga o'xshatish mumkin. Ilkay Gundagan ham jamoasini nima deydi, mana bunaqa narsasini boshqaradigan aniq edi. Komanda hisobda oldinga borayotgan bo'lsa, ko'proq orqaga pas o'ynaydi. Komanda yutqizayotgan payt ko'proq oldinga o'ynaydi. Komandasini o'yinini borishini Ilkay Gundagan qilib bersa, bizda ham Masharipov qilib beradi markazlashib. Tushunganingizda, Masharipov markazlashib ketadi. Bizda bilasizlar yarim himoyachilar ikkita va shuni hisobiga kamchilik bo'lib his qilinadi va o'shaning uchun Masharipov markazlashib ketadi. Turg'unboyev, Oston O'runov, Abbosbek Fayzullayev Shomurodovga hujumda yordamlashadi. Bizda hujum ortida o'ynaydigan futbolchi yarim himoyada bo'lmagani uchun. Undan tashqari ko'ryapsizlar, uzun paslar, havodan ko'p paslar beryapmiz, chunki Qatarni o'sha bo'y bilan o'ynaydigan futbolchilarda muammolar bor, havodan yaxshi emas. Buni O'zbekiston milliy terma jamoasi o'rganib chiqqani uchun ham havodan ko'p pas o'ynayapti.
Ko'rdinglar 3-0 yutdik. Biz voqliroq bu 3 ta golni urib tashlashimiz mumkin edi. Ikkinchi, uchinchi gollarning yuzaga kelishi kechikishiga Temur Kapadzeni o'zgarishlarni qilishi, kechikishi, o'ylanib qolgani, kutib qolgani, miyasini tez ishlamagani sabab bo'ldi. Chunki biz birinchi taymdanoq havodan markazga qarab uzun paslar o'ynayotgandik. Bunaqa paytda bizda kalla qo'yadigan yana bitta futbolchi kerak edi. Bu Igor Sergeyev edi. Eldor Shomurodov ko'rdinglar qanaqa qo'riqladi, Masharipov qanaqa qo'riqlashdi. Masharipov tushunsa bo'ladi. Masharipov O'zbekistonni dirijori Koptovunga yetkaziladi. U hujumga chiqazadi, yo u yoqqa yo bu yoqqa hujum tashkil etilishini, yo markazdan borishini yoki orqaga qaytarilishini hal qiladigan futbolchi dirijorimiz Masharipov hisoblanadi. O'shaning uchun ham Qatar futbolchilari ko'pchilik bo'lib Masharipovni yopib, unga o'yin bermasdan harakat qilishdi. Shomurodovga keladigan bo'lsak, u bitta nominal hujumchi. Unga butun jamoa unga o'ynashini hamma bilardi. Qatar ham shunga harakat qildi. O'shaning uchun Timboli havodan pas o'ynalayotgan paytda bizga yana bitta nominal hujumchi kerak edi. Igor Sergeyev kerak edi. Mana bu yerda ham o'yinni ko'rib o'tirgan paytimiz Igor Sergeyevni tushirish kerak, Turg'unboyev olib tashlab sirazu deyotgandim. Baribir oxirida tushirdi Igor Sergeyevni. Lekin yana bitta narsani e'tirof etish kerak, Jamshid Iskandarov, Shomurodovga ham, Igor Sergeyevga ham yaxshi pas yetkazib beryapti. Bu Jamshid Iskandarov. Jamshid Iskandarov jismoniy holati juda ham rasvo, lekin o'sha texnikasiga ko'ra yaxshi o'ynaydi. Jamshid Iskandarovni oxirida tushirib yaxshi qildi, chunki даже 80-minutda tushirsa ham o'zini darajasi pastligini bildirib qo'yadi. Jismoniy holati yaxshi emas, texnikasi yaxshi bo'lgani bilan. Sergeyevni voqliroq tushirish kerak edi. Shu g'alaba 3-0 yirik hisob barchangizga muborak bo'lsin. Jahon chempionatida ko'rishguncha xayr.